bemorimiz kelganda poxodkalari уже ko'rsatmasizdaqa egilib yurishar edi. Bugungi bemorimiz diagnozi bizda bolezn Besterova deyiladi. Asosiy shikoyatlari kelganlarida bu ko'krak qafasidagi og'riqqa, sheyniy hamda grudnoy отделdagi позвоночниklarimizda qatib qolishga, og'riqga bo'lgan, harakat cheklanishiga, nafas olganda ham og'riqlar bo'lgan. Bugungi kunda mana holatimizni ko'rsatamiz hozir. Bemorimiz o'zlari ozgina aytib berishadi. Ancha yaxshiman, Xudoga shukr, harakatim ham qatib qolyapti o'zim. Yotsam qiynalib turganim, qiynalyapti o'zim, qanaqa yumalashim qiyin bo'lyapti o'zi. Ancha Xudoga shukr yengillab qolindi. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Bemorimiz kelganda poxodkalari уже ko'rsatmasizdaqa egilib yurishar edi. Bugungi holatimiz уже yaxshi, tikka bo'ldi, Xudoga shukr. Boshingizdan ham ko'rsatib bering. Ancha yaxshimiz, Allohga shukr. Sizlarga rahmat. Bo'ylarimizda ham ограничение bor edi, bitta baqa qilib bering bo'yingizni. Bu tomonga Baqa burilishim ham qiyin bo'lyapti o'zi. Bemalol yaxshi raqamga qarayapti.